300. 300 400. Bunda bir zdaniyada turur. Aha. 7 bina. Aha, şu kompleks olgan bu. İyi. Aha. Kompleks olgan bunda. Anları Oktyabr revolütsiyası. Şundan soň bu saraldıktır. Bu bina. Bu bina bundan millet Osmanlılar onlara. Hayır. Şundan sonra bundan bu bina fotoğraf üçümden bile gidip biremle. Minaret bulgan bu yok mu? Uz vaktinde. Yok. Ben просто mana ko'rdim da bu binani. Bu Yok, kiyim shunday. bu tilla bu var mı kılan Bilen men boya basirga ekanligiga qo'rqib turaman. Yok. Yo'q, aytib tillar deganim siz tillarni ko'rsatyapsizmi? Bu muzey shunday tarixiy ham loyiqlar. Agar endi bizning har bir munisipal birdamlikda shunday tarixiy binolar o'rnini topib, shunday muzeylar yasab osha olsak, bu bizning millat uchun, Tatariston uchun zo'r boylik ham g'ururlik bo'lar edi. Ol betinde bizning Oktyabr revolyutsiyasiga qadar har bir avulda masjidlar bo'lgan, madrasalar bo'lgan, o'z vaqtida endi manaralarni kesib, ularni turli binolarga aylantirganlar. Buni endi subhanalloh Yangi Rossiya tug'ishdan bizning har bir avulda, har bir rayonda shu masjidlar kiri ko'tarildilar. Bugungi kunda endi bizning 1600 lab masjidimiz bor. Shunga ko'ra subhanalloh imomlar bilan ularni endi o'qutuv asarlovlar bo'yicha respublika ko'lamida zo'r ishlar olib boralar. Lekin endi muzeylarga borib yetuvchilar ala rayonlar ko'pinda bek siyrak. Bunda kelib qarov bu haqdan da bizga birinchidan zo'r umid beradi. Binolar saqlanib qolgan, yetakchilar, sponsorlar topib, davlat aqshalari bilan shunday tarixiy bek kerakli muzey ochganlar. Ham endi bu birinchidan o'rnak bo'lib turadi. Ikkinchidan tarix olarak bugungi kunda yoshlarga, o'g'illarga tarbiya beruv o'zagida aylanib boradi. Alarını yerliğiyle natiyatta katıp, sinalara çıkarıp, bunda Hep işte yazılan Başlıklar var. Bunların muzeyleri Mekke'den тоже bir көп кіші қызықсына. bu данный anda bu. Ну, крайне, еще можно даже чуть-чуть без запаса, пусть 200 человек. Да, вот сейчас мы свою инновационную горелку сделали уже. Она, это сегодня